Tanamizdagi qizil holchalar rostdan ham jigarlarimizni ko'z yoshimi? Juda ham chiroyli o'xshatish. Qizil holchalar bu organizmda qandaydir nosozlik ketayotganda aslida darak. Terida xuddiki qizil holchalar orqali signal beradi bizga. Qaratib tekshiringlar degan ma'noda. Birinchi asosiy sababi bu insulin rezistentlik, ya'ni insulinni qonda miqdorini oshishi. Insulin rezistentlik holatida bel aylanasini kattalashishi, shirinlikka bo'lgan ehtiyojni oshishi, ayollarda hayz siklini buzilishlari, homilador bo'lishga qiyinchilik tug'dirilishi, tanadagi qora dog'lar, bular hammasi birgalikda insulin rezistentlik holatini keltirib chiqaradi. Aynan shu insulin rezistentlik holatini yana bir teridagi belgisi bu aynan qizil holchalar. Ya'ni qizil holchalar sababi aniqlangandan keyin aynan shu holatga sabab bo'layotgan omillarni biz yechimini topishimiz kerak. Ya'ni insulin rezistentlik holati aniqlandimi? Demak, insulin rezistentlik holatini yaxshilovchi chora-tadbirlar ko'ramiz. Ya'ni birinchi o'rinda sog'lom turmush tarzi. Ya'ni vaqtida uxlash, vaqtida ovqatlanish, ovqatlangandan keyin darhol yotib olmaslik, albatta jismoniy harakat qilib kelish hamda ovqat ratsionidan uglevodlarni kamaytirish.